kimgadir tarqatib yuboraman. Xudo xolisa bu yil obunachilarimga bermoqchiman, qanaqadir o'yin qilamiz. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Shu aglanimani masalan 2 yildan beri ko'rsataman. 2 yil ichida ancha o'sib qoldi. O'zi men uchun parvarishi eng oson, eng tez o'sadigan va eng tez ko'payadigan aglanema sorti bu Silver Bay hisoblanadi. Oldingi yil kuzda biz shu aglanemani tuprog'ini almashtirganmiz va yonidan chiqqan bolachalarini ajratib boshqa tuyaga ekkanmiz. Bugun ham xudo xolisa bu aglanemani tuprog'ini almashtiramiz. 1 yil bo'ldi va yonidan chiqqan 4-5 ta bolachalarini ajratib boshqa tuyaga ekamiz. O'zi aglanema odatda bahorda yonidan bolachalar chiqazadi. Biz buni albatta kuzda yoki eng uzog'i keyingi yil erta bahorda ajratib olishimiz kerak. Vaqtida ajratib olsanglar bu onasini kuchini tejaydi. Shuni hisobiga ona aglanema tezroq, yaxshiroq o'sadi va keyingi yil yanada ko'p bolachalar beradi. Agar bolachalarni uzoq payt qoldiradigan bo'lsanglar, bu aglanemani kuchini olib qo'yadi. O'sishi ham xunuk bo'ladi, o'sishi ham sust bo'ladi va keyingi yil bolacha yoki umuman bermaydi yoki juda ham kam beradi va bolachalarni nimjon beradi. Shuning uchun har yili bolachalarni ajratib olinglar. 6 oy yoki uzog'i 1 yildan keyin albatta ochib, ajratib, onasini o'zini qoldirishimiz kerak. Shunda kuchi ancha tejaladi. Bu jarayonlar oson bo'lishi uchun albatta bir kun oldin epin sepinglar. Shu tuylarni ochish uchun, ildizlarni ajratish uchun. Biz kecha kechqurun epin sepganmiz. Hozir endi bularni ochib, tuprog'ini ajratib, shu ildizlarni bo'lamiz. Do'stim, mana tuyagidan chiqazdim. Ildizlari juda ham sog'lom va 1 yil ichida yangi ildizlar ancha ko'payib ketibdi. O'zi menda bu yerda 2 ta katta aglanema bor. Shu 2 ta katta o'simlikni har yili bitta tuyaga ekaman. O'zi buni tuyagini ozgincha kattaroq qilishim kerak, lekin noiloj shu tuyaga qayta ekib qo'yaman. Kattaroq tuyagim yo'q ekan. Shuni hisobga olmayman. Lekin hech qisi yo'q, erta bahorda tuyagini yana ozgincha kattaroq qilaman. Xudo xolisa mart oyida yana qayta boshqa kattaroq tuyaga ekaman. Hozir menda asosiy maqsad shu bolachalarni ajratib olish. Bu yil bizada 5 ta bolacha bor ekan. Do'stim, mana 5 ta bolachalarni ajratib oldik. Bu o'simlik uchun oson narsa emas, har doim stress bilan bo'ladi. Chunki ildizlari ochiladi, shikastlanadi va bolachalarni har doim sindirib olasizlar. Shu uchun bir kun oldin albatta epin ekstra sepinglar. Bu o'simlikka juda ham katta yordam bo'ladi va stressni kamaytiradi. Va albatta bolachalarni tezroq ekishimiz kerak va ekkandan keyin yarim teplичка qilishimiz kerak. Bularni men sizlarga hozir ko'rsataman va ona aglanemani ham iloji bo'lsa tezroq ekib qo'yishimiz kerak. Bizda bu yerda aytganimdek 2 ta aglanema bor. Bularni biz hech qachon ajratmaymiz. Shunda turadi. Faqat bolachalarini sindirib ajratib oldik. Do'stim, mana 5 ta bolachasini ekib qo'ydim. Endi bularni ozgincha sug'orib, iloji bo'lsa qisqa payt yarim teplичка qilib qo'yaman. 3-4 kun yarim teplичкаning ichida tursa, o'ziga tezroq keladi. Har doimdek Pyotr Plexanovni universal tuprog'iga ekdim. Juda ham yengil, zo'r, unumdor tuproq. O'zi bundan oldin ham aglanema shu tuprog'iga ekilgan edi. Natijasini ko'rdinglar. Juda ham zo'r o'sdi 1 yil ichida va ildizda ham zo'r rivojlandi. Bu tuproqni sizlar uzun marketdan bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. O'zi bu aglanemalar o'ziga ozgincha kelgandan keyin men kimgadir tarqatib yuboraman. Xudo xolisa bu yil obunachilarimga bermoqchiman. Qanaqadir o'yin qilamizmi yoki kimnidir tanlab, xudo xolisa shularni berib yuboraman. Albatta kerak bo'lsa. Do'stim, mana katta aglanemani ham ekib qo'ydim. Bollari olingani hattoki bilinmadi. Holati hali ham chiroyli bo'lib turibdi. Lekin tegiga ahamiyat bersanglar, teglari ancha ochildi va eng asosiysi ona aglanema bollaridan qutuldi. Bollari baribir aglanemaga ulangan bo'ladi va ma'lum darajada qanaqadir moddalarini, oziqalarini, suvlarini bollari olib qo'yadi. Endi ona aglanema xudo xolisa zo'r o'sadi, mazza qilib o'sadi. Do'stlar, buni ham biz xuddi shunaqa Pyotr Plexanov tuprog'iga ekdik. Mana bittasi tugadi, mana ikkinchisini ochishga majbur bo'ldim. Zo'r tuproq, albatta ishlatib ko'ringlar. Va aytganimdek, bu bolachalari o'ziga ozgincha kelgandan keyin qanaqadir o'yin qilibmi yoki kimnidir tanlab shu obunachilarimga berib yuboraman. Qiziq bo'lsa izohda yozinglar. Do'stlar, mana sizlarga shuni ko'rsatib bermoqchi edim. Hozir endi ishlar ko'pligiga men sizlarga pul o'sha yarim teplичка qilishni ko'rsatib bera olmayman. Endi buni hamma bilsa kerak. Shu salofanga solib qo'yasizlar, lekin tepasi ochiq turadi va 3-4 kun shu yarim teplичкаning ichida tursa bo'ladi. Lekin aglanema shalpayib qolmasa, barglarni tashlab yubormasa, yarim teplичка qilmasanglar ham bo'ladi. Men boshda qilib ko'rmayman, lekin keyin ozgincha barglari ertaga misol uchun shalpayib qoladigan bo'lsa, keyin pol teplичка, o'sha yarim teplичка qilib qo'ysam bo'ladi. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta aglanemami bu, Sanseveriami bu, bolachasi kattaroq bo'ldimi, albatta ajratinglar, bo'lmasam onasi qiynalib qoladi. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda uchrashguncha.